Bu dunyoda tugamaydi aslo ish, vaqtim yo'q deb ishni kerak emas bahona qilish. Yaqinlaringizga ham ajrating vaqtingizni, ularni o'zingizdan qoldirmang ko'nglini. Bahona qilmang vaqtim yo'q deb ishingizni, yaxshigina bilasiz ishlaringiz tugamasligini, lekin buni siz bilmaysiz. Bir kun kelib yaqinlaringizni topolmay qolishingizni. Xohish bo'lsa hamma gap o'zingizda, vaqt topasiz xohlagan paytingizda. Siz biling faqatgina yotishga vaqti yo'qlar qabrda. Qilmang ular bilan o'zingizni teng, sizda bor imkoning qadriga yeting. Vaqtingiz har bir soatiga yaxshilik qiling, yaqinlaringiz g'animat biling. Doim vaqtim yo'q deb bahona qilishni qo'ying. Bir kun ulardan ayrilib o'zingizni aybdor his qilishni qo'ying. Yaqinlaringizni borida vaqtingizni ajrating. Yo'qotgandan keyin yig'lab yurishingiz befoyda ekanligini anglab yeting. Siz unutmang aslo shuni, vaqti yo'q insonlar faqat qabrda yotganini. Siz shukr qiling, vaqtingiz bormi? Yaqinlaringiz sizning yo'lingizni intizormi? Ranjitmang aslo ularni, qoldirmang vaqtim yo'q deb ko'ngillarini. Tugamaydi bu dunyoning ishi, vaqt toplar gal bo'lsa shu insonning xohishi.